sallallohu alayhi va sallam o'rgatgan amallar bor edi. Shu amallarni o'rganing. Uydan chiqayotganda o'qiydigan duo, mashinaga o'tirganda o'qiladigan duo, kundalik zikrlar, virdlar, o'zingizga vazifalar qilib oling. Zikrlarda bardavom bo'lib yursak, umr barakali, rizq barakali. Hayotda umrimizni o'tkazamiz, behuda narsalar, soatlab telefonda o'tiramiz, Instagram tarmoqlarida yoki ijtimoiy tarmoqlarda. Ko'ngil ochar narsalar, kulgili narsalar, masqaravozliklar, huda behuda, qilu qol, u bu debdi, bu unday debdi. 5 daqiqa amr ma'ruf tinglasak qalbimiz qisilib qoladi. Tingla olmaymiz uni. Oxirigacha eshita olmaymiz. Savol bering desak, savol berishligidan o'sha odamning saviyasini, farzandlarimiz saviyasini bittaga bilsa bo'ladi. Savolga qarab saviya o'ziga yarashadi.